Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Ozgina muddat ishim, o'qishim, bayram oldidagi ta'tillar sababli surilib qoldi. Endi o'ylaymanki, bunday holatga uchramaymiz. Va mana biz navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Navbatdagi darsimiz natural sonlarni yaxlitlash. Bu kundalik hayotimizda, ishxonada, uyda, o'qishda, savdo-sotiqda ham, tarozida yoki pul miqdorlarini o'zaro bo'lishib olishda ham juda kerak deb o'ylayman. Natural sonlarni yaxlitlashda bu qaysi chegaralar orasida yaxlitlanayotganiga qaraladi. Misol uchun 3 bilan 4 orasida, misol uchun 3,5 soni bor. 3,5 soni yaxlitlanmaydi, chunki o'zi u yarim o'rtada. Agar 3,4 yoki 3,6 raqamlari bo'lsa, 3,4 3 ga yaqinroq bo'lgani uchun 4 dan 3 orasida 3 ga yaqinroq bo'lgani uchun 3 deb yaxlitlanadi. 3,6 esa 3 bilan 4 orasida yaxlitlanayotganda 4 deb yaxlitlanadi. Xo'p, misol uchun biz misollarda ko'radigan bo'lsak, misollarda 700 va 800 orasida raqamlarimiz bor. Mana 734 raqami bizda 730 va 740 raqamlari orasida yaxlilanyapti. Ko'rishingiz mumkin. Mana 735 bo'lganida u yaxlillanmasdi, 735 ligicha qolardi. 734 bo'lganligi uchun 730 ga yaqinligi sababli 730 ga taxminan teng deb olinyapti. Mana bu o'rtadagi to'lqinsimon tenglik yaxlitlanish belgisini ifodalaydi. Taqriban 734, 730 bilan 740 orasida qaralganda 730 ga teng deb olinadi. Mana misol uchun yana 211, 210 bilan 220 orasida ko'rilganda misolimizda 211, 210 soniga yaqinligi uchun taxriban 210 ga teng deb olinadi. Menimcha bu mavzu sizga qiyinlik keltirmaydi. Kanalimizda aktiv bo'linglar. Matematikani o'rganmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yoki abituriyent bo'lsa ham farqi yo'q. Biz tez kunlarda kitoblarni tugatib, o'zimizni to'plam nomli katta kitobimizga o'tamiz. Ularga kanalimiz linkini ulashib qo'yinglar. A'zo bo'lishsa, Xudo xolasa foydali videolar chiqarishga harakat qilamiz.